Assalomu alaykum. Efirda Bor Gap Podcast YouTube kanali. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. O'zbekiston Kolumbiya o'rtasidagi bahs nafaqat natija bilan, tarixiy voqealar bilan ham yodda qoldi. Bu o'yin O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi ilk uchrashuvi bo'ldi. Abbosbek Fayzillayev kiritgan gol bilan O'zbekiston mundial tarixilaridagi birinchi golni yozib qo'ydi. 167 sm bo'yli futbolchi 21-asr jahon chempionatlarida bosh bilan gol urgan eng past bo'yli futbolchilardan biriga aylandi. Uchrashuv davomida himoyachi Abduqodir Husanov ham diqqat markazida bo'ldi. Birinchi bo'limda u Luis Dias bilan kurash vaqtida maydon chetida ishlayotgan operator bilan to'qnashib ketdi. Natijada operator jiddiy jarohat oldi va stadion tibbiy xodimlari yordam ko'rsatdi. O'yinni 80.824 nafar muxlis stadiondan kuzatdi. Azteca yana bir bor mundial tarixidagi eng katta arenalardan biri ekanligini ko'rsatdi. Kolumbiya safida gol urgan futbolchilar Daniel Munoz, Luis Dias, Jomonton Campos bo'ldi. Kolumbiya 3 ochko bilan guruhda peshqadamga aylandi. FIFA matbuot xizmatiga bergan intervyusida Kolumbiya yarim himoyachisi Gustavo Puerto jamoaning o'yindan mamnunligini bildirdi. Murabbiy talab qilgandek maydonda agressiv harakat qilganini va golli uzatma bergandan xursand ekanligini aytdi. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro esa jamoaning jismoniy va ruhiy tayyorgarligini ijobiy baholadi. U futbolchilar yuqori darajadagi raqibga qarshi yaxshi kurashganini ta'kidladi. Rossiyalik sharhlovchi Dmitriy Guberneyev ham O'zbekiston hali mundialda o'z so'zini aytishini bildirdi. U jamoani qo'llab, kelajakda o'yinlarda yaxshi natija kutayotganligini yozdi. Fabio Cannavaro esa mundialda futbolchi sifatida ham, bosh murabbiy sifatida ham qatnashgan tarixda kam sonli oltin to'p sohiblaridan biri sifatida yana bir bor tarixiy sahifaga ega bo'ldi. Guruhda vaziyatga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston hali imkoniyatini saqlab turibdi. Keyingi o'yinda jamoa Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Portugaliya esa birinchi turda Kongo Demokratik Respublikasi bilan durang o'ynadi. So'nggi turda esa O'zbekiston Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahs olib boradi. Bu uchrashuv guruhdagi eng hal qiluvchi o'yinlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Birinchi o'yin natijasi alamli bo'lsa ham, O'zbekiston terma jamoasi mundial sahnasida o'zini tanitdi. Endi barcha e'tibor Portugaliyaga qarshi uchrashuvga qaratiladi. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.